Minecraft lekin quyondan epik narsalar. Maqsadimiz esa Ender Dragons'ni aft etish. Albatta video rolik boshlashdan oldin like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Biz boshladik. Ekan, O'zbek savlash bo'lsa ham bo'ladi. Da mana O'zbek g'ollar. G'ollar dedi. Ja bo'ladi, lekin bolalar, qaranglar, bizning ovozimizda sifat sezasizlarmi yo yo'qmi? Yozib qoldiringlar, chunki bizda juda ham sifatli mikrofon bor, to'g'rimi? Yangi mikrofon oldik bor. Albatta, bu nima qilish kerak obunachilar? Ana. Tezroq mana shu LDMC kanalimizda ham bir 1000 ta obunachi erishimiz kerak. Momini qara. Ha. Zo'ra bu. Va shizo narsa. Bular sharq tomonga ketyapti-yu. G'irt kerak emas, ekinlarni ekadigan narsa tushdi menga. O'l qo'ndim. Beraymi nimadir senga? Qochib tur. Bitta o'qimda o'lib ketasan, bilasan? Va shi bolalar bu kuch. Jan. Li narsalar. Quyonni bolasini qo'lab yurma. O'ldirish oson ekan. Hoppa. Okey. Sen ham o'ldi? O'ldirolmayman. Xo'p, bolalar bu anaqada tipa qilish mumkin emas. Shuning uchun biz O'zbek yonida yurish kerak, to'g'ri? Biz komandalarga, cheaterski komandalarga qarshimiz deb qo'yishimiz kerak. Men bunaqam yo'q, borman. Menda ham yo'q. Kimdir kelsa, "Paq, otaman" deysa, u qo'rqadi shu bilan. Qani qo'yonlar? Ko'pidagi qo'yonlar. Yoniga cho'lda rosa ko'p ekan. Yo'ma, o'lmayapti sezasan. Qochma, o'qim tegsa o'lasan lekin sen. Keyin MKdan epik narsalar videosi bo'ladi. O'sha quyon senga tutib bo'lmadi uni. Bolalar, biz ham qornimiz och qolib qoldimi, cho'ta? Seni ham qorning och qoldimi? Bolalar 2 soatdan bitta quyonni qo'lab yuribman. Aura pastda. Chepti bolalar. Bizning auramizni. Chu Modulator deganiga bor-ku, effekt ashuni qo'ygan. Mons 2 oydan so'ng degan. Ishi zo'rg'a o'ldiradi. Qo'yib qo'ydi bolalar. Yurgan bir ikkita hayvonni o'ldiraylik, lapatka deb yurguncha. Bolalar, ocharchilik keldi bizga. Anjanida keldi. Ashunday zo'rda bolalar. Biz hech qaysi shaharni bilaman. Mana bu yurolmayapman. Uchyapmanmi? Umiko uchoq deb yozib qo'yinglar. Umiko emas, LD uchoq. LD uchoqlar. Uchoqlar jamoasimiz biz bugundan boshlab. Hamma zaxirga boradi ekanmi? Bola. Nimaga nima yapti? Albatta video 15 minutlik video bo'ladi. Lekin biz uchun 1 soat, 2 soat ko'zimiz qizarib, orqamizga kirib ketgan video bo'ladi. To'g'rimi? To'g'rimi? Sigir. Hayot manbai. Bitta dolar ekan. Yo'q, qoladim. Oldi topdim. Yo'q-a? Qanday? Kirishim o'ldirgan chiqib qopti qattandir. Ma'na haqqim bor o'shanda desam. Bolasi bo'lsa bo'lmaydi. Bolalar, do'stlar bo'lmasan biz. Yo'q. 2 hours later. Jon davom ettiramiz. Nihoyat qidirib, quyonlarni topdik, to'g'rimi O'zbek? Oson bo'ldim, to'g'risini. Meni ham qornim och. Ovqat zo'rg'a bitta boya esingdan bitta qo'y topdik-ku. Mana shuni yeb, hali ham o'sha go'sht bilan yuribmiz. Bolasizlar u joyini qo'ya olmaymiz. U joyi qirq tashalgan, stop bor bo'lgan. Kamon bor.
Nonlik ocharchilik garovidir. Ahmadda quyon tiqilyapti. Sezdim. Mana tupoy quyonlar ham bor ekan, blokka tiqilib qolgan. Yeman trezubimiz qaytib kelmay qoldi-ku. Tepada quyon ko'p bo'ladi. Quyon nereal ko'p, to'g'ri. Minecraft o'zi unaqa ko'p emas, sababi datapak osonroq bo'lish uchun biz datapakni kodiga tegganmiz, ya'ni o'zi ko'proq paydo bo'ladigan qilib qo'yganmiz. Shunga ham ko'p. Sizlarga esa oddiyroqni tashlab bera olamiz. Chunki Minecraftda buzilib qolishi mumkin. Biz garantiya bermaymiz. Shuning uchun oddiysini tashlab beramiz. Kerak bo'lsa to'g'rilab olasizlar. Bu quyonlarning orqasidan quyonlarni quvlamaslik kerak ekan. Ketib qolar ekan ular. Qora yag'ir narsa berdi menga. Yana ko'z tushdi menga. Oddiy ko'zmi? Ferrarmi, serarmi? Pastda ham quyonlar ko'rdim men. O'ldirdingmi hammasini? Mana bu yoqqa qishloqda shuncha quyon. Ovqat kerakmi sizga? Yo, mana bu yerda totemlar, anaqalar, mana bu yerda tiqilyapti quyon. Nima qilasan tepada yurib? Qishloqqa qayt. Qishloqda pastlik bor o'zi. Alohida quyonlar uchun degan joy bor ekan. Tiqilyapti o'sha yerda. Assalomu alaykum. Voy, ikkita qolma. Bir stakni bering. Qara. Qochib ketyapti, men yetolmayman. Trezib pistot. Kamani bordi. Arbaletni otsang, arbalet 3 tali yotadi bittada. Zo'r arbalet. Bolalar, biz juda ham kuchayib ketdik, to'g'rimi? Uncha u darajada emasmi? Damlama kerak emas narsa ekan. Ishton! Yana ishton! Ishtoning bormi? Krisalar, charli. Kesing ikkita ishton bor, nazoratlik. Bular nimaga faqat damlama chiqaradi? Foydasiz. Olma beraymi yo'qmi? Ha, deb kelmayapsan-ku. Ke. To'tevli bo'lib ketganman. Ikkita trezyubusim bor. Men sizga boltabon kerak. Kerak. Boltabon desam, Boltaboyev. Boltaboyev. Ikkitami? Sen nimadir qo'shib berib yording. Qayta chichvorish uchun degan qo'shiq bor bolalar. Bizdan alohida chiqadi. Galim urib qo'ydim bu yoqqa. Bu yoqqa galim urib qo'ydim. Galim urib qo'ydim bu yoqqa. Mana kelyapti. Otib tur trezubda. Ur buni. To'kib o'raman, ukam. Ukam. Birga bir yordim. Bilmayman. Menda har xil sehr bor. Quyonlar. Olmaz. Yo'q, olmaz. Nima qilamiz bu yerda? Nima qilamiz? Nima olmaz deding bo'lmasam? Totem ikkita bor menda. Senga berayim deb yaxshi aytmoqchi edim. Qilich ber menga. Bolalar, bugungi videoda dragondan nima anaqa instrumentda o'ldiramiz. Kelinglar biz boltada o'ldirib ko'ramiz. Men dragon izlashga harakat qilaman. Ha, otasan bo'ldi. Ketdim уже. Ender anaqa bilan qidirish boshladim. Sen kelma. Topa olmay qolasan men. Ikkita yana olma. Video qisqa bo'lishi kerak, tezroq bo'laylik. Meni ham broniyam full emas. Full Pro Max emas, bittagina bosh kiyim yo'q. Nima bo'la bu? Quyon yugurishini ko'rdingmi? Voy! Urma meni. Nechta joning ketdi? Menda ham. Sen urdim, yarim jonim ketdi.
Mana bunda otib ko'rdingmi arbaletda? 3 ta yotar bilasan? Anaqa tushdi. Ana qiragan bor edi. Qaysi kiray? Kiray nimaligini bilaysizmi? Qizil dunyomi? Nima qilamiz u yerda? Maqsad nimaga? Baribir o'ldiramiz. Yo'q, undan o'zi aslida mana bunaqa dragon yoniga boradigan narsa qidirishga borishadi-da. Naryoqda ekan. Do'stlar, bo'lmasa biz tez borib videoni o'sha yerda davom ettiramiz. Ha, biz davom etamiz. Mana biz va nihoyat topib keldik. Opana ana. 2 soat qidirdingmiz, ha? Kim qo'yadi? Men qo'yaman. Oxirgidan qo'yasan. Ularni ko'zbek juda xursand. Oxirgisini qo'yaman deb. Voy tashavorman. Abomitsan o'zi day 1-2-3 bola bo'lmasa biz orqamizga saklaymiz. Master class. Bola agar nobodiga FPS tushib ketsa, bu mislab chankfi. Nereal baland qilib qo'yganman. Hozir Firewallga yomsana. Salut. Sart bo'lsa men tez qo'yib berardim-da. Hoppa. Chanq bu yerda kerak narsa. Tepaga chiqib buzib chiqasan? Ben siz buzib chiqaman. Sizdan elitra bormi? Menda firewall yo'q. Tepaga chiqib olasiz, men blok beraman. To'xta, menda anaqa bor. Yo'q, blok shart emas, menda anaqa bor-ku. Kirka. Olaman. Beskenshniki bu yoqda bo'lib. Bolalar albatta videomizni yoqayotgan bo'lsa, like bosib obuna qo'yinglar, yoqayotgan bo'lsa, buncha yoqayapti. Chunki biz bu videoni juda ham ko'p montaj qilamiz, unaqa ish, bunaqa ish, preview, degan ishlarimiz bor, to'g'rimi? Yo, obuna bo'lmaslik kerak. Balandroq gapir. Balandroq gapir. Ne bo'lish kerak? Bola hozir mashdan o'lib ketsam, necha dollar tashlab berasizlar kartamga? 1 million dollar desa. O'ylayaptimi? Nimani? Kimi? Bo'ladi. 6-5 urmaydi. Jinnimisan, o'zing qanday o'ldirishgan 6-5 deb. Bo'ladi. Urmay tur, bab to'lib qoladi joni. Foyda ko'p. Obsidianlardan buzib, blokim yo'q men. Bersang bo'lardi voy. Kerak emas, bekor vaqt sarflaysan, qo'yib, undan ko'ra tepaga chiqib buzib chiq. Voy, kallam ishlamagan, 300 sotsam buziladi-ku, uzoqda yerga otsam. Voy, ulardan bolla. Master class ko'rmasdinglar keyin. Voy. O'lmasa qancha berasan dragon? Dragon hozir bundan ko'ra otgan. Senda kamon ham bor, o'qi ham bor. Voy, rezibusm yo'qoldi mana. Voy. O'lama hozir. O'limim yaqin deyman. Hoppa. Tepaga chiqib buzib chiq. Bitta men buzmayman-ku. Jonga tegdi. Hoppa. Obunachilar, bu kechda o'lib ketamiz. Hoppa. Shu tomon qatga tiqilib qoldim obunachilar. Asab, kamoningni ber, o'qini ber. Sizga berdim-ku. O'q. O'q berganman-ku. O'qim bor ekan-ku meni. Men uni buzib chiqaman. Yopiqlarim tepaga chiqib buzsang bo'ladi. Ochiqlarni o'zim portlatib chiqaman. Bola, keyin bizda bitta shart bor, dragonni tuxumini olishimiz kerak. Bo'lmasa challenge bajarilgan bo'lmaydi. Tuxumni olamizmi? Dragon tuxumi shirin bo'ladi, otda ham o'zbek borlar. Elitram yo'qdi, elitram olganda.
Elitra bo'lgani bilan Fireball kim bo'lsa Elitra bir tiyinlik narsa. Tepadan tushdi. Vaqt. Anaqa bor-ku, olma bor-ku. Obunachilar albatta obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Obunachilar obuna bo'lib qo'yinglar deyman. Obunachilar obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilar obuna bo'lib qo'yinglar. Kirinjavoy bo'laman-da mana. Короче, bilan bosib chiqish kerak. Bak, tegin ishlamay. Day bo'l. Bak bo'lsa ham. Minecraft buzishga harakat qilma. Kim buzishga harakat qildi demaysan undan ko'ra. Sevib, sevilmoq uchun qulab ketdim yana. Dushman orttirgim keldi. Yo'qol indirmay. Ko'ting ortib tashlayman. Shunday bo'ladi. Bola tezroq boya yaxshi gapirib o'tiruvding bor-ku. Qiziqtirib videoni. Gapirmay qo'yding. Nima bolla? Ishga tayyorlanmoqda. Tepasini biz chiqolmayapmiz. Bitta Fireball olmaganimiz butun hayotimizda qilgan eng katta xatolarimizdan biri bo'ldi. Qachon oldi bu? Shuning uchun nimaga biz? Shuning uchun nega chiqdim demaysan. Bo'ldimi, hammasi yo'qmi? Bo'ldi, ketdik, ham o'ldiraylik. Qariya pexga endi seni o'ldiraman. Qariya, dirashka. Voy, o'lardim. Botga o'xshab o'lib ketardim hozir. Uraylik buni. Bu indirmayman o'sha. Voy kelgan. Yashamoq, yasham. Uchirib yuboryapti. Dragon jon to'lmayapti, eng muhimi. To'xtaylar, endi bizda qanaqadir Strange degan sex yo'qmi? Bor ekan Strange 8. Shuni ichaman-da men. Ichishga sog'liq uchun zararli ekan bolalar. To'g'rimi? Muqizbek katta bo'lsam ichaman debdi. Ichasan. Arkash bo'lmoqchimisan? Qo'shib tur. Men fakirni olaylik. Nima kerak desang, dragon tuxumni olish kerak bo'ladi ko'rsatamasanga. Bolalar sizlarga ham ko'rsataman, dahshat zo'r life hack. Fuck you. Ney bo'l, o'ldiraylik. O'q ta'sir qilmaydi, faqat urish kerak. Zarba ham ta'sir qilmay qolyapti bunga. U qatdan ta'sir qiladi. Cho'g'in tez ketyapti. Menda sehr tufayli. It ekan-ku bu. Men uchib ketdim. Yashab. Bola shu sehr bilan o'ldira olmasa, bu o'lmaydi. Sen o'tsanmi menga? Bu Jo'ni kamaydimi? Mana sehrim bor deydi. Strange XX. Ha, keladi. Otma. Yur bekinib tursa, bu tezroq qo'nardi. Bizdan ko'rsa qo'nmaydi bu. Voy, ko'ta ko'rding. Buni kallasiga masal bu yoqdan kelishga. Men o'ldiring. Oppa bola, o'ldirdik. To'xta, tushib ketma o'rtaga. Bola, mana Minecraft tugatdik biz. Voshey, tasvirotlaring. So, qanday level bo'lar ekanmiz? Oppa, levelimiz necha bo'lar ekan bolalar? Foydali 61. Dragon tuxumini olamizmi yo'qmi? Tuxumini olamizmi dragon? Mana. Buzma. Tegin. Da bolalar, buni olishi zo'r yo'l bor. Buni olmagunimizgacha biz yutgan hisoblamaymiz challenge. Xudo qilamiz-da. Do. Короче, tepadan buzib olasan hozir aytganimda. Buzmaydi. Buz. Oppa. Dragon tuxumini oldim bolalar. The next generator. Endi yana dragon to'ldirsanglar bo'ladi, lekin bizga kerak emas, ha? Bolalar, qara, to'ldirish o'rgatay. Obunachilar, biz hozir Minecraft tugatdik, endi sizlarga to'ldirish o'rgataman. Qara. Sen ham bilmasliging mumkin, bilasanmi? Bilasanmi yo'qmi? Men to'qildim.
kreativ qildim. Qara. Minecraftda challenge tugatdik. Qanday tug'iltirishlarga o'rgatib qo'yaman, qara. Tuxum olasan, mana qara. Muhim narsani o'rgatyapman. Qo'yasan. Kim mana bunaqa narsani yashaysanda, qo'limdan ko'rasan. Bitta, ikkita qarab tur. 3 ta, 4 ta tomorga qo'ysang, qara. Ko'rsan? Hozir ana qurilib chiqadi tog'dan buzganlarimiz qurilyapti, qara. Hammasi tepaga qarang, tepaga qarab tursang, dragon tug'iladi bolalar. Tepadan keladi. Da, tepadan tug'iladi, qarab tur tepaga. Tepaga. Hamma buzilgan binolar qurilib qoldi, qara, qaytadan. Olim. Yonder dragon. Ko'rdinglar? Qarshi bolalar biz Minecraft tugatdik. Albatta keyingi videogacha ko'rishni sog' bo'lasizlar bo'ldi. Like'larni 50 tadan oshirib tashlaymiz va keyingi videolar bizga chiqadi. Sog' bo'lasizlar.